Havoyi nafsni uchishi bor. Shahvatga orqasidan yurishi bor. Dangasalik qilishi bor. Ana aql aytadiki, og'ayni unaqa qilma. Ikkovimiz shartnoma tuzaylik. Manda mana hamma narsa bor. Qur'onning oyatlari bor, payg'ambarning sunnatlari bor, shariatning ahkomlari bor. Sani o'zingga yaxshilik kerak, daromad kerak. Shartnoma tuzamiz. Shartnoma sen bilan mani oramizda bo'ladi. Men bir kunlik umrni savdoga qo'yaman. Mani tijorat molim umrimdan iborat. Bir kunlik umrimni senga shartnoma asosida tijoratga beraman. Sen men aytgan bo'yicha farziga, vojibiga, sunnatiga amal qilib shu kunni o'tkazasan, tijoratini qilasan. Kechqurun ikkovimiz o'tirib hisob-kitob qilamiz. Ana shu tarzda nafsni jilovlab turish yo'lga qo'yiladi. Aql Alloh o'ziga bergan farosat bilan, tafakkur bilan, Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari bilan, shariatning ahkomlari bilan nafs ila shartnoma tuzib, nafsni to'g'ri yo'ldan boshlashni paydan bo'ladi. Tijoratni shariklik asosida qiladi. Uni zarar torttirishiga yo'l qo'ymasdan doim foyda kasb qilishi uchun chorlab turadi.